Hammaga assalomu alaykum. Mani qadrdon qizlajonlarim, qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamasdan. Bugun vlogimni 31-dekabr kunidan aylanishdan boshladik. Zagotovkalarimizni dasturxonga qo'yib, keyin aylanishga yo'l oldik qizlajonlar. Shahrimizni rosa chiroyli qilib bezagan qizlajonlar. Holi biron kun aylanib chiqish niyatim bor. Xo'jayinimga ham aytib qo'yibman, biron kun rejalashtiramiz. Chiroyli rosa chiroyli magazinlarimiz bor. Shularni yonlarini juda ham ajoyib qilib bezatib qo'yibdi. Bayramona kayfiyatda. Xudo xohlasa o'sha joylarga borib, rasmlarga tushib, sizlarga yuboraman qizlajonlar. Videolarga olish niyatim bor. Inshaalloh, Allohim nasib etgan kun bo'lsa albatta. Dasturxonlarni endi taxlayotgandim. Xo'jayinim ketdik, aylanib kelamiz deyishdilar. Hammamiz kiyinib yo'lga otlandik. Glavniy centrdagi archani yoniga borib rasmlarga tushmoqchi edik, video olmoqchi edim. Ko'chaga chiqdik-yu, bu niyatimizni orqaga qoldirishga qaror qildik, chunki dala juda sovuq qizlajonlar. Ko'cha shunaqangi sovuq, tasavvur qila olmaysizlar. Bilmadim necha gradus, hozir eslolmayman уже. No o'ylab magazinga borishga qaror qildik. Katta Braskamol magazinimiz bor, o'sha magazinda ozgina aylanib, hech narsa yemaymiz, chunki uy to'la ovqat edi. Ovqatlarimni endi dasturxonga qo'yayotgandim, bezayotgandim. Так что просто может быть мороженое yer biza. Ha, qizlajonlar, qishdaman мороженое yeyman. Девчули biza magazinga keldik. Просто aylanishga chiqdik, bir joylarga ham boramiz, наверное. Где папа? هذا شكل birinchisiga sho'rva bizada. Вообще помнишь, кто это? Не потеряешь. И сим-карты, да? Как классно. Свеча, Рахмат. А я тебе подарок сделал, да? Uyda ahvolini ko'rsataman. 1-yanvar kuni. Shuncha narsani yig'ishtirishim kerak. Девчули, 1-yanvar. Yana qor yog'moqda. Men bechoracham oshincham. Каждый год по традиции, да, приходим сюда. Инешке. Воспитаем план, проверяем.
Qiziljo'la magazinlarini maylamoqchi edim. Hamma торговый sentrlar yopiq. Bugun prosta yeyiladigan joylar va aylanadigan joylar, kinoteatrlar ishlaydi. Shuning uchun kinoteatrga kirdik. O'zimizni добрый eski Krokodil Gena va Cheburashka kinosiga kirdik. Bu ikkinchi sezon ekan, ikkinchi kinosi ekan. Birinchisiga kirganim yo'q Qiziljo'la. Manikilar ko'rgan birinchisini, no ikkinchisi ham juda ham qiziq ekan, juda ham dушевный, tarbiyaviy deydi-ku shunaqa. Ko'rmagan bo'lsangiz обязательно ko'ringlar. Juda ham mazza qilib ko'rdik Qiziljo'la. Kattalarga ham, kichkinalarga ham o'sha kinodan nima deydi, поучительный tarbiyalaydigan qismlari, narsalari bor. Ko'rishga tavsiya qilaman. Har yili 1-yanvarda shu magazinga kelamiz. Katta торговый sentr. Bu yerda bolalar o'ynaydigan, nima desam, har xil развлекательный игровой sentri bor. O'sha yerga kelib bachalar o'ynaydi. Men уже второй год, ikkinchi yil уже video montirovat qilaman. Albatta kofe va popkorn bilan albatta. Так, девчули, bugun nagit qilamiz. Go'shtni marinovать qilib qo'yuvdim. Mana qilib kesib oldim. Mana qilib. Mana ko'rinyaptimi sizlarga? Mana qilib kesib oldim. Уже marinad qilingan bu. Чесночный терияйка соусga. Bitta tuxumni tuzlab murchlab olamiz. Так, bitta idishga un oldik, bitta idishga панировка. Так, эта панировка у нас последняя. Так. Qiziljo'la ishimiz boshlaymiz. Marinovat qilingan grudinkani, tovuqni grudkasini birinchi unga belab olamiz, keyin tuxumlik massamizga, tuxumlik massadan keyin esa panirovkaga. Xohlasalaringiz klar taxlab olsalaringiz ham bo'ladi Qiziljo'la. Klar taxlashga bilsalaringiz kerak tuxum, sut va un kerak bo'ladi. Albatta pripravalar, boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Biz ko'pincha shunaqaga, mana bunaqa panirovkada qilamiz. Shuning uchun hamma vaqt panirovka uyimda bor, albatta sotib olaman katta pachkada. Uncha qimmat ham turmaydi. Hammasini shunaqa qilib belab olib pishirib olamiz. Asta-asta past olovda pishiraman. Juda ham baland olovda pishirsalar go'shti ichi pishmay qoladi Qiziljo'la. Xohlasalaringiz qopqog'ini yopsalaringiz ham bo'ladi. Men qopqog'ini yopmasdan pastroq olovda, o'rtacha olovda pishirib olaman Qiziljo'la hamma vaqt. Hozir esa ujin qilamiz Qiziljo'la. Albatta yangi yildan keyingi qolgan salatlar, har xil shirinliklar hammasini stolga qo'yib, bir подписчикам yozibdilar, 1-yanvar kunini juda ham yaxshi ko'raman. Uyda hech qayerda yig'ishtirmasa ham bo'ladi. Ovqat qilmasa ham bo'ladi. Mazza qilib televizor ko'rib dam olsa bo'ladi deb yozibdilar. Haqiqatdan ham shunaqa bayramlarni bo'lib turgani yaxshi. Farqi yo'q u musulmonlarning bayramimi, ruslarning bayramimi. Bayram bo'lsa juda ham yaxshi-da, odamning ko'ngli ham yoriydi, mazza qiladi, dam oladi. Birorta shirinlik, birorta shirin ovqat pishirasiz o'zingizda yaxshi ko'rgan insonlaringizga. Shuning uchun bayramni ko'paygani yaxshi deb o'ylayman Qiziljo'la. Bizning mana bunaqa dasturxonimiz bugun. Vredniy narsalar bugun stolimizda. Hozir biz ovqatlanamiz. Bizga yoqimli ishtaha. Tak, bugun bizda tiljon. Bu yerda yurakjonni qavurlar o'zi xo'jayinim. Bu yerda manti pelmenliga o'zi ayirib olishim kerak. Hammaga assalomu alaykum. Chef Power bugun. O'zlariga faqat pichoq o'tkirlaydilar. Yurak qavuryaptilar. Kartoshka bilan, piyoz bilan.
Tak, pelmenga go'sht to'g'rab qo'ydim, yuvib tozalab, piyoz to'g'rab qo'ydim. Bu yerda salatchamiz, svekla и сыр творожный. Mana bu souschani solamiz o'zi, все. Ovqatga zelen to'g'rab qo'ydim. Bu yerda esa til qaynayapti. Azjon ovqatlari tayyor. Maza qilib o'zi. Завтрак, обед qilamiz. Qizlarjo'lar mana bunaqa горчицani ko'rsatmoqchiman sizlarga. Frantsuzskая, дижонская deyiladi, по-моему. Zernovый горчицаdan solaman men bu. Menga sousimga ko'ryapsizlar? Ko'rsatib o'tdim oldingi videolarda. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmadim kim nima desin, no erkaklar baribir yaxshi shirin ovqat qilishadi. Ular produktlarni вообще ham ayashmaydi. Juda ham shirin ovqat qiladilar xo'jayinim, Xudoga shukr. Lekin ovqat qilganlardan keyin u joylarni yig'ishtirishni juda ham yomon ko'raman, chunki hamma narsani ishlab tashlaydilar. Uni ham, buni ham, ovqat qilayotgan paytlari uni ber, buni ber. Gohida aytaman, ammo ovqat qilgan paytim hech kim chaqirmayman-ku, buni ber demayman-ku, o'zlaringizdan bir qilinglar bir deymanda, kulishma qilamiz. Так что mana bunaqa shirin, ajoyib ovqatimiz tayyor, foydali ovqatimiz. Bugun shunaqa kabobcha yeymiz bugun qizlarjo'lar. Qizlarjo'lar, shu bilan bugungi vlogimni yakunlayman. Agar videoyim salgina bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Men esa sizlarni kommentariyada kutib qolaman. O'zlaringizni fikrlaringizni, mulohazalaringizni, hamma savollaringizni kutib qolaman qizlarjo'lar. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Xayr, kelgusi vlogimda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling.